Buni bundan avvalgi po'lat haqidagi po'lat qazib olish haqidagi rasmda ham ko'rdik. Ya'ni Turkiya shimoli metallurgiya sohasiga, metallurgiyaga juda boy, nodir metallarga juda boy. Turkiyani sharqiy qismi, ya'ni Osiyoga tutash qismi da bo'lsa asosan oziq-ovqat va qurilish mahsulotlari yetishtiriladi. Bu soha o'sha qishloq xo'jaligiga juda mos, ya'ni ko'p qismi aynan mana shu zonani ko'p qismini past tekisliklar, ya'ni qishloq xo'jaligi uchun mos yerlar tashkil qiladi. Bundan tashqari qurilish uchun ham o'ta mos hisoblanadi. 2016-yildan boshlab Turkiyada elektr energiyasini ishlab chiqarish doimiy o'sib borgan. Buni 11-rasmda ham ko'rishimiz mumkin. Aynan 2016-yilda elektr energiyasini ishlab chiqarish 272 ming kilovatni tashkil qilgan bo'lsa, bu ko'rsatkich 2017-yildan o'sib borib, eng yuqori natijani 2021-yilda ko'rsatgan. Aynan shu yilda 324,6 ming kilovat elektr energiyasi ishlab chiqarilgan. Xizmat ko'rsatish sohasida yalpi ichki mahsulotdagi ulushini bundan avval ham ko'rib chiqdik. Eng yuqori natijasi 2021-yilda qayd qilingan, 2024-yilda qayd qilingan. Bu ko'rsatkich deyarli yalpi ichki mahsulotning 57%ni tashkil qiladi. Albatta bu juda ham yaxshi ko'rsatkich, chunki bizga ma'lumki, rivojlangan mamlakatlarda yalpi ichki mahsulotda asosiy ulushini o'sha xizmatlar sohasi egallaydi. Ya'ni ularda xizmat ko'rsatish sohasi sanoatdan ustun bo'ladi. 4-slayd makroiqtisodiy holati va yalpi ichki mahsulot. Turkiyaning makroiqtisodiy holati. Turkiya iqtisodiyoti juda dinamik. Asosan 2002-2013-yillarda juda tez o'sgan. 2019-2020-yillarda bo'lsa pandemiya natijasida pasayish yuzaga kelgan, lekin bundan keyin 2021 va 2024-yillarda o'sha pandemiya zararlarini qoplash va tiklanish boshlangan. 2024-yilda iqtisodiyot yana rekord darajaga chiqqan. Ya'ni eksport va sanoat va turizm ancha rivojlangan. 2021-yilda moliyaviy inqiroz Turkiya iqtisodiy institutlarini qayta shakllantirdi. Natijada fiskal intizom kuchaydi va bank sektori isloh qilindi. Bu esa keyingi 10 yilliklarda iqtisodiy o'sishni ta'minlab berdi. Islohotlardan so'ng Turkiya iqtisodiyoti rekord darajada o'sdi. Yalpi ichki mahsulot hajmi qisqa vaqt ichida 250 milliard dollardan 900 milliard dollarga yaqinlashdi. Bu davrda mamlakatda xorijiy investitsiyalar ham o'ta ko'p bo'ldi. Xorijiy investitsiyalar oqimi o'ta darajada oshib ketdi. Lekin bundan avval aytganimizdek, 2016-yildan keyingi inflyatsiya natijasida Turkiya iqtisodiyotida biroz pastlash ko'rinadi. Ya'ni ayrim mamlakatlarni sanksiyalari, ayrim mamlakatlarni iqtisodiyotini, Turkiya iqtisodiyotini cheklashga bo'lgan harakatlar natijasi o'sha 2016-yildan keyin ko'zga tashlanadi. Lekin o'sha bularga nisbatan ko'rilgan choralar o'zini natijasini oqlab, yana Turkiya iqtisodiyotini rivojlantirib, 1 trillion dollardan oshishiga olib keldi. 13-rasmda aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulotni o'sha AQSh dollarida ko'rishimiz mumkin. Bunda ko'rishimiz mumkinki, 2000 va 2005 deyarli 2010-yilgacha Turkiyada yalpi ichki mahsulotni aholi jon boshiga nisbati o'ta darajada oshgan. Bunda o'sha xorijdan kelib kelgan investitsiyalar, islohotlar o'z samarasini bergan. Shu darajada, lekin 2007-yilgi moliyaviy inqiroz iqtisodiy jihatdan
biroz pasayish vujudga keltirgan. Aynan shu yilda ma'lumki jahonda moliyaviy inqiroz bo'ladi. Bu inqiroz Turkiyaga o'zini ta'sirini ko'rsatib, yalpi ichki mahsulotdagi aholi jon nisbati o'sha $10,000 deyarli $8,000 $8,500 AQSh dollarigacha tushishiga sabab bo'ladi. Hop, jadvaldan ko'rishimiz mumkinki, 1970 va 2001-yillarda o'sha aholi jon boshiga nisbatan yalpi ichki mahsulot hajmi past darajada bo'lgan, lekin stabil holatda o'sib borgan. 2002 va 2013-yillarda barqaror va tez o'sish davri bo'lgan. Bu davrda iqtisodiy islohotlar, eksportning kengayishi va xorijiy investitsiyalarni ko'payishi muhim rol o'ynagan. Keyin 2014 va 2017-yillar o'sish sur'ati sekinlashgan, siyosiy beqarorlik va valyutaning qadrsizlanishi iqtisodiyotga o'z ta'sirini ko'rsatib, yalpi ichki mahsulotga qattiq zarba bergan. 2019 va 2020-yillardagi pastlashga esa COVID-19 pandemiyasi sabab bo'lgan. Lekin shu pandemiyadan keyin Turkiya iqtisodiyoti yana o'sishga erishib, yalpi ichki mahsulot hajmi aholi jon boshiga $15,000 dan oshgan. Ya'ni bu ko'rsatkich orqali Turkiya rivojlanayotgan mamlakatlar, o'sha daromadiga nisbatan rivojlanayotgan mamlakatlar qatoridan rivojlangan mamlakatlar qatoriga o'tgan. Bu ko'rsatkichga o'sha rivojlangan mamlakatlar qatoriga kirish uchun aholi jon boshiga mamlakatning yalpi ichki mahsuloti $15,000 dan o'rtacha hisobda $15,000 dan oshishi kerak bo'ladi. Bungacha mamlakat o'sha o'rta darajadagi, ya'ni yuqori o'rta darajadagi daromadli davlat sifatida qayd etib kelingan. Hop, 2014 va 2020-yillarda Turkiyadagi inflyatsiya past yoki o'rta darajada bo'lgan bo'lsa, 2021-yilda boshlab u juda tez o'sdi va 2022-2024-yillarda juda yuqori darajani saqlab qoldi. Hop. Turkiyadagi eng katta muammolardan biri bu inflyatsiya bo'lib qolmoqda. Inflyatsiyaning sabablari valyuta qadrsizlanishi, energiya narxlarining oshishi, monetar siyosat. Ya'ni Turkiyada monetar siyosat noto'g'ri yo'lga qo'yilgan. Ya'ni davlat markaziy bank, Turkiyaning markaziy banki foiz stavkasini pastlashi natijasida Turkiyada inflyatsiya vujudga kelgan. Turk lirasi o'ta tez sur'atda qadrsizlanib borgan. 2022-yilda inflyatsiya $70% atrofida rekord darajaga ko'tarilgan bo'lsa, bu so'nggi 10 yillikdagi eng yuqori ko'rsatkich bo'lib qolgan. Valyuta qadrsizlanishi, ta'sir ulushi, o'sha Turkiya iqtisodiyotiga ta'sir ulushi 30-40% tashkil qiladi. Energiya va xomashyo narxlari oshishi 20-25% inflyatsiyaga ta'sir ko'rsatgan. Bunda o'sha global narxlar bilan bog'liq o'sha kredit foizlari, foiz stavkalari, pul massasini ma'lum bir yerda to'planib qolishi ham inflyatsiyani vujudga keltirgan. Bundan tashqari siyosiy noaniqlik investitsiyalar oqimini biroz pasaytirgan. Shu bois bozordagi kuchlar va investitsiyalar bozordagi kuch va investitsiyalar darajasi ancha pastlab, inflyatsiyani vujudga keltirgan. Hop, 5-slayd tashqi savdo munosabatlari. Turkiyani tashqi savdo munosabatlaridagi eng katta sherigi bu Germaniya davlati hisoblanadi. Bunga sabab Turkiya tarixiy jihatdan Germaniya bilan o'ta yaqin bo'lgan. Ularning ilk iqtisodiy munosabatlari o'sha Bizantiya imperiyasi davrida vujudga kelgan. Bundan keyin bo'lsa Usmoniylar imperiyasi davrida ham juda yaxshi saqlanib qolgan. O'sha Turkiya Respublikasi tuzilgandan keyin ham Germaniya Turkiyani iqtisodiyotini rivojlantirishda eng katta ta'sir ko'rsatgan davlatlardan biri bo'lib qolgan. Buni o'sha Turkiyadagi eksport hajmida ham,
eksport va import hajmida ham ko'rishimiz mumkin. Turkiyaning asosiy eksportchi va importchi davlati bu Germaniya hisoblanadi. Turkiya 2 milliard dollar hajmdagi mahsulotni Germaniyaga eksport qilgan va deyarli 8 milliard dollar hajmdagi mahsulotni import qilgan. Bu orqali ko'rishimiz mumkinki, Turkiya Germaniyaga o'sha iqtisodiy jihatdan o'ta katta bog'langan. Hop, 15-rasmda Turkiyaning Yevropa davlatlari bilan iqtisodiy munosabatlari tasvirlangan. Bunda o'sha chiziq qanchalik qalin bo'lsa, u shunchalik iqtisodiy jihatdan integratsiyalash va mana shu davlat bilan integratsiyalashgan. Turkiyani 2024-yildagi jami 270 milliard dollarlik mahsulotni eksport qilgan bo'lsa, bu uni dunyoda 28-o'ringa 28-o'rinni band qilishiga sabab bo'ldi. Hop, Turkiyani so'nggi yillardagi asosiy importchi davlati bu Xitoy hisoblanmoqda. Bu yangilik emas, ya'ni Xitoy dunyoga o'z ta'sirini tobora kengaytirib bormoqda. Buni o'sha Turkiyani import mahsulotlari ro'yxatida ham, importchi davlatlari ro'yxatida ham ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari, Turkiya ko'p mahsulotlarni Rossiya, Italiya, Fransiya va Shveysariyadan import qiladi. Rossiyadan asosan yoqilg'i va energetika resurslarni eksport qilsa, Germaniya, Fransiya, Xitoy, Italiya kabi davlatlardan yuqori texnologik mahsulotlarni import qiladi. Turkiyani eksporti bo'lsa, asosan Birlashgan Qirollik va Germaniya, Ispaniya, Rossiya, Italiya va Fransiya kabi davlatlarga qaratilgan. Mana shu davlatlarga Turkiya juda ham ko'p mahsulotlarni eksport qiladi. Germaniyaga asosan xom ashyo va ish kuchini yetkazib beradi. Rossiyaga esa so'nggi yillarda o'sha sanoat mahsulotlarini, ya'ni Rossiya sanksiya natijasida ehtiyojiga vujudga kelgan sanoat mahsulotlarini yetkazib beryapti. Bunda o'sha Qora dengizdagi Turkiyani portlari juda muhim ahamiyatga ega. Hop, Turkiya eksporti tarkibi ko'p tarmoqli bo'lib, asosan avtomobil, mashinasozlik mahsulotlari, mineral yoqilg'ilar va elektr uskunalari asosini tashkil qiladi. Masalan, avtomobillar jami eksportning 12%ni, mashina uskunalari bo'lsa, deyarli 10%ni tashkil qiladi. Bundan ko'rinib turibdiki, Turkiyani eksporti asosan sanoatga suyanadi. Savdo sheriklari jihatdan Turkiya ko'p qirrali tashqi aloqalarga ega. Eksport yo'nalishida Germaniya yetakchi. Yana ta'kidlaganimizdek, jami eksportning 8,2%ni Germaniya tashkil qiladi. Germaniya bilan savdo munosabatlari tashkil qiladi. Shuningdek, Amerika Qo'shma Shtatlari, Iroq, Buyuk Britaniya va Italiya kabi davlatlar ham muhim bozor Turkiya sanoati uchun muhim bozor hisoblanadi. Import bo'yicha asosan Xitoy va Rossiya asosiy ta'minotchilar bo'lib, ular o'sha asosiy importning deyarli 1/4 chorak qismini tashkil qiladi.